Assalomu alaykum hammaga. Xo'p. Radiator o'rnatishdan oldin bir narsani aytib ketmoqchi edim. Radiatorni 1 yil, 2 yil yo bo'lmasa 3 yil ortiqroq ishlatgandan keyin xuddi mana shu reshotkalarda musor yig'iladi yo bo'lmasa ichida qanaqadir kirliklar paydo bo'ladi. O'sha narsalarni yuvib tozalashda bir yo'li bor. Yuvib tozalashdan oldin qilinadigan ish mana bu ikki yonbosh bokovой частini mana shu yonboshlarni chiqarib olish kerak. Xullas, mana shu qismi bekorga tashlab ketilmagan. Tepaga ko'tariladi va yonboshga tortiladi. Tortilganda shu panel yonboshlari chiqadi. Hop, mana shu holatda misol uchun hozir chiqarib oldim. Misol uchun mana chiqarib oldim, yonboshga tortamiz, chiqdi. Birinchi qismi chiqdi. Hop, ikkinchisi reshotkasi. Reshotkasi qanday chiqariladi deydigan bo'lsa, boshdan tortamiz. Tortgan holatda hop, chiqdi. Reshotkasi ham chiqdi. Uchinchi qismi yonbosh bokovой. Hop. Hech oldik. Hop, xohlasa ikkala yonboshi, hop, ichki qismlari bemalol ximicheskiy narsalarda yuvsa bo'ladi bemalol. Mana shu holatda orqasi va oldi qismlarini bemalol yuvsa bo'ladi.